qizlarjonlar, ko'ramadan shunaqangi zo'r retinollar hamda vitamin C bo'lgan tarkibidagi serumlar skidga tushgan ekan. Hozir bu narxlarini to'liq qilib o'taman. Bu yuzdagi dog'larga qarshi eng zo'r, eng kuchli serumlardan hisoblanadi. Chunki yuzdagi po'ralarni qisqartirib beradi. Plus yuzga lifting effekt beradi. Yuzni yaltiratishini bu 100% ta'minlab beradi. Tarkibidagi vitamin C hamda retinol bir-biriga juda ham mos tushadigan tarkibda qilingan. Chunki ba'zi retinollar bilan vitamin C ishlatib bo'lmaydi. Yuzga allergiya berishi mumkin. Bundagi vitamin C plus retinol esa shunaqangi zo'r bir-biriga tarkibi mos holatda ishlab chiqarilgan. Bunaqa serumlar juda ham oz qizlar. Yuzingizda dog'lar bo'ladigan bo'lsa 100% ketkazib, po'ralaringiz bo'lsa po'ralarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz hamda yuzingizga lifting effekt berib yaltiratishda, tabiiy holatda yaltirashini xohlasangiz shunaqangi ampulalarni ishlatsangiz bo'ladi qizlarjonlar. Buni narichiga jo'nataman, lekin juda ham soni oz.